27 bob. Vaholanki, Davud o'z ko'nglida bir kuni bo'lmasa bir kuni Saulning qo'lida o'ladigan o'xshayman. Uningdan ko'ra Filistiyaliklar zeminiga kechib ketkinim yaxshidek turdi. Saul mening Isroiliya zeminida emasligimni bilsa, ümidsizlanib, meni izlab yurmas. Shunda qilsam, uning qo'lidan qutulib ketarman, deb o'yladi-da, 600 odamini boshlab, chegaradan o'tib, Maokning o'g'li Gad podshohi Akishning yeniga panohlang'ili keldi. Ular har qaysi o'zlarining bolajoqlarini elib, Gadda Akishning yeniga joylashdi. Davudning ikki xotini Yezreellik Ahinoam bilan Nabaldan tul qilib, Davudga tekkan Karmellik Abigalmu ularning ichida edi. Davud Gadga qechib ketibdi degan xabar yetib kelganda, Saul uni izlashdan to'xtadi. Davud Akishga: "Agar Pekir nazarlarida iltifotga loyiq odam bo'lsam, atrofdagi shaharlardan yashashga bir joy basila. Pekir qandoqsiga o'zlari bilan poytaxtda yashsin" degan edi. Akish shu kunlar Ziqloq shahrini uningga berdi. Shu sababdan Ziqloq shahri toki hozirgacha Yahudiya podshohlariga tava bo'lib kelmoqda. Davud Filistiyaliklar zeminida 1 yil 4 oy turdi. Bu jarayonda Davud o'z odamlari bilan otlanib chiqib, Gishurliklar, Girzlar va Amaleklarga hujum qilib turdi. Bu xalqlar Tiloyimdan tortib Shurg'icha, hatto Misrgacha bo'lgan joylarda yashab kelgan edi. Davud ularga hujum qilganda yo yo ayollardan birini tirik qoldirmaydi. Qo'y, kala, to'ga, eshak va kiyim-kechaklarni o'lji elib kelib, Akish bilan ko'rshatdi. Akish: "Sizlar bu qitim qayalarga hujum qildinglar?" deb so'rsa, Davud ba'zida Yahuda qabilasining cho'ldagi bir shaharga hujum qildik desa, ba'zida Yiroqmiyonlarning cho'ldagi bir shahariga hujum qildik yoki Qenlarning cho'ldagi bir shaharga hujum qildik deydi. Davud hech kimni Gadga elib kelmaydi. U o'zining va odamlarning qilgan ishlarining bilinib qolmasligi uchun mayli yoki ayol bo'lsin, tirik qoldirmaydi. Davud Filistiyaliklarning zeminida turgan chig'ida davomliq shundoq qiladi. Akish Davudga ishonadi va ichida Davud o'z xalqi Isroillarga o'zini qabih dushman qilib qo'ydi. Bundan keyin u mangu mening xizmatkorim bo'lib o'tidi deb o'yladi.